va rahmatullohi barakatuh. Lichinamizdan 37-kuni mana ukalarim olib dengizga ketyapmiz. Alhamdulillah. Alloh hamisha biz bilan bo'lsin, hammamiz bilan bo'lsin. Yaxshi ukalarimizga chiqib aloqaga hozir aka mana shunaqa g'arras, past, iflos insonlar chiqib har xil gaplarni gapirdi dedi. Alloh insof bersin. Biz Allohdan qo'rqamiz, bandasidan qo'rqmaymiz. Hammamizni yuzimizni yorug' qilsin. Hamisha yorug' bo'lsin. Odamlarning musibatidan foydalanayotganlarga Alloh jazosini bersin. Alloh ko'rsatsin. Bilib turib aldayotgan bo'lsa, qaytar dunyo qaytsin. Alhamdulillah mana umra safarlarini ham bajarib kelib, ota-onalar xursand, faqat duodamiz. Mana kecha bitta video qo'ydi. Bir sutka hali bo'lmasdan turib 2000 mingdan oshiq prosmotr bo'lib, 1300 ta kommentariya. Hammasi yaxshi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Biza hech qanaqa artistlarni qo'yib, SMMchilarga pul berib, olib chiqib 2,5 ming dollar berib, "Yo'q, men tuzaldim, men kasalman" deb odamlarni qo'yayotganimiz yo'q. Allohga qasam bo'lsinki, bor narsani, yolg'on narsani olib chiqmaymiz, haqiqatni olib chiqib, to'g'ri narsani. Hamisha mevali daraxtga tosh otilgan otishyapti ham. Alloh insof bersin. Sizlar men profilimda o'tiribsizlar, hammanglar men bilaman. Lekin o'zingizlar ham qalbingizlardan bilasizlar. Bu biznesligini. Odamlarning musibatidan foydalangan inson oxiratda ham, bu dunyoda ham javob beradi. Lekin yuzinglar yorug' bo'lsin. Hamisha bizaniki ham yorug' bo'lsin. Hasad qilmanglar, rizq Allohdan. Община с каждым днем растет столь быстро, что не сможешь сосчитать. Хвала Всевышнему, который нам дает возможность, чтобы мир познать. Мысли много, не хватает слов, но точно знаю и скажу вам. Пророк Мухаммад, Саллаллаху алейхи ва саллям. саллаллаху